Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Senior Ishi. Bugun qo'limizga o'zimizni bitta bratimiz akkaunt kelib tushdi. Bu akkaunt sotuv. Narxini sal keyinroq aytib o'taman. Hozircha sizlarga akkauntni qisqacha obzorni qilib o'tishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha o'zim men bu ishda shug'ullanmayman, lekin hozirgi paytda shu akkaunt kelib qolgani uchun sizlar uchun bir qisqacha video tayyorlamoqchiman va akkauntning narxini sizlarga aytaman. Sotib olishinglar mumkin va Telegram ustirini, akkaunt egasini ustirini Instagram akkauntimga hamda Telegram kanalimga yozib qo'yaman. Bemalol o'tib gaplashib akkauntni sotib olsanglar bo'ladi do'stlar. Akkaunt 100% ishonchli, garantiyaga men o'zim javob beraman. Shunday bo'lsa, obzorni boshlaymiz. Xo'p, 87-levelda ekan. 7-kolleksiya. Tak. 193 ta mifik bor ekan do'stlar. 5 ta 2 civil, 60 ta prokachka, bitta ultimate hamda bitta super kari bor. Inventoryga kira olamiz. 2 civil Fasidon 5-levelda, 2-levelda, Gladiator 1, Faraon 2 va Anofra 1 do'stlar. Bu yoqda bitta ultimate'imiz bor. Mifik Momyo. Mifiklarimiz juda ko'p o'zi. Mifik pochta mifiklarni salkam pastga yig'ishtirib olgan ekan. Asosiy legendarnilarini va bu yerda shu bor do'stlar. Eng qizig'i shu. Bitta maskasi ham bor ekan. Mana shu full set ekan-da. Xullas shutimiz full set ekan. Bemalol qiziqib olmoqchi bo'lganlar yozsalar bo'ladi. Bu yoqda mifiklar, kaskalar, kaskasi bor ekan, Gladiator kaskasi bor ekan, lekin kaska bu yoqda jami o'sha kaskalari juda ko'p ekan. Bosh kiyimlari. Sariq sochlardan bor bu yerda. Juda ko'p. Sochga ham skinlar yaxshi, yomon emas do'stlar. Bu yoqda maskalar, Starjeniya maskasi ham bor ekan do'stlar. Akkaunt oldi ve akkaunt qisqasi. Bemalol o'ynashinglar mumkin. Maza qilib o'ynaysizlar qilib akkaunt, bomba akkaunt do'stlar. Bu yoqda Faraon somkasi bor. Legendarniy Python. Olamagan oxirida Faraon qaytib keldi, hammasi bor. Kanalda shoot full set do'stlar. Hop. Bu yoqda gapirishtonlari, birgatlari. Yana mana shu. Bir paytlar hamma maqtangan o'sha Hadok. Manda Warsonda yo'q degan hozirda akkauntiga islamagan odamlarda ham Hadok bor do'stlar. O'sha maqtul so'zlar. Yana chamchas yo'q do'stlar uchun. Inventoryga kiradigan bitta katta manda 9 ta mini manda ham bor. Kraska 282 ta kraska bor ekan, 87 ta o'lchab 91 ta toshi bor, ya'ni 40 qalla yangi baronni tushirib qolsa ham хотя бы 2-levelga ko'tarib olsa bo'lar ekan do'stlar. Xo'p. Laboratoriyamizda 60 ta prokachkamiz bor. Bundan bu yog'i drabashimiz yana hamma biladi, ya'ni kartochka. Bu yog'i erpa bonus pas. Erpa, bu ham bonus pasga 4-level. Hop. Kacharamizda Pilimoti ham bor ekan, NG3. Bu yoqda 190 dan bor ekan do'stlar. Yaxshi. Akkaunt normalniy menga yoqdi to'g'risi. Amir 4-levelda. Albatta qiziqqanlar bo'lsa, to'liq video Telegram kanalimga joylanadi. Telegramga o'tinglar va Telegramdan akkaunt egasini Instagramga yozib qo'yaman, opsiyasiga bemalol yozishib, gaplashib, sotib olishinglar mumkin. Bu yoqda mana shu turganlarda full holatda max. Video yoqgan bo'lsa, barchaga rahmat degan holatda
Ushbu akkauntimizga 4.500 so'm narx so'ralmoqda. Agar kelishib qoladigan bo'lsak, sizlarga yo'lda qilib o'tib beramiz. Albatta, aloqaga chiqinglar, telefondan yozinglar. Kelishib qolsak, shu akkauntni qo'lga kiritishingiz mumkin. Juda bir ajoyib akkaunt do'stlar. Oddiy akkauntlar